Assalamu alaikum qarindoshlar. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin da'vosi qiladi. Xoinlik uchun aqlliq bo'lish shart emas ekan. Dötlikli bo'lsa bo'ladi ekan. Uyg'urga xoinlar azaldan bosh bo'lib kelgan. O'lib ketganlarni tilga olmayli. O'lmaganlarichi ochiq oshkora azrahmi padazlamay o'tirib chiqib so'zlayotdi. Rabia Qadirning ayni vaqtidagi Chexoslovakiyaniki bir televiziya stansiyasındaki ziyaretini qabul qilgan chaqdagi bir so'zlarni sizning qilayotgan harakatingiz nima mustaqillikmi yo'q deb avtonomiya talab qilganliklarini biz to'r batlar orqali izlab televiziya kanallarininki to'r batlariga kirib izlab ashlarni kesib chiqarib qo'ydik. Bugün Sıdıqcan Roznikini mi birisi ivatib qo'yibdi ki, O'rta Osiyodan qarindoshlarimiz ivatib qo'yibdi, anglab ko'ring deb. Sizlar Tutiya deb bilib olgan onanglar, dadanglar ochiq oshkora xoinlikni ifodalab kelyotidi. Lekin Uyg'urdek ahmaq millat hech qanday yerda yo'qdi. Xoinni beshiga toj qilib qistirib olgan, xoinninki davosining oqida yar yurak bo'lib mengayotgan qo'y millat bizdek bo'lmas. İkincisi yok. Bütün dünyada uyum boğatkan bir millet biz. Başka qarindosh milletlerninki şanxoları, izahları biz üçün azrahma bir yüz kızırış degan narsani ap kelenmedi. Oylap beqinglar, arelishni bilmagan, nomusni bilmagan, hüjayrisi bütünlay o'lgan, nomus hüjayrisi o'lgan millet bizdek bo'lmas. Nomus qilishni bilsak bo'ldi. Vatan deb chiqqanlarni tillaysizlar. Vatan deb chiqqanlarni haqoratlaysizlar. Xuddi masjidning ichidan vatan chiqadigandak shundoq gaplarni qildi. Masjid qurish Kanadadagilarning o'zining ishi, lekin bizga tashlab berib, ashu jidallarga akirayotdi. Ashu masjid jodasining oqida nimalar yoshirilgan aldirmasanglar chiqidi. Ko'rsizlar, anglaysizlar deb o'ylayman. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotdi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin deb chiqdi. Hergiz Sıdıqcan Rozi degandek sizlarning dadanglar, avtonomiyachi dadanglar degandek birga yashaymiz, birga andaq qilamiz, bundaq qilamiz. Sen kim deganga savol qo'yib baqsanglar bo'ladi aslida. Sizlar kim? Sizlar nima uchun bizga vakillik qilsizlar? Sen kimding? Qayeri o'g'ri desanglar bo'ladi aslida. Rahmat sizlarga.